Koreyaliklar uchun dam olish kuni bu shunchaki uyda dam olish emas, balki tabiat bilan yuzma-yuz bo'lish kuni. Aksariyat koreyaliklar hafta oxiri tog'larga chiqishni yaxshi ko'rishadi. Ular erta tongda sport kiyimlarini kiyib, kichik ryukzakchalarni olib, yaqin atrofdagi tog'larga yo'l olishadi. Tog' yo'lida ular nafaqat toza havo bilan nafas olishadi, balki do'stlari bilan suhbat qurishadi, chiroyli manzaralardan zavqlanib, o'zlarini yangidan quvvatlantirishadi. Ular uchun tog'ga chiqish bu sog'lom tana, toza fikr va tinch qalb manbai. Shu sababli koreyaliklarning dam olish kuni deyarli har doim tabiat, harakat va hayotga mehr bilan o'tadi. Shunday qarasangiz, men ham o'tiribman. Men ham 726 metrlik toqqa bir o'zimni sinab ko'rish uchun tepaga ko'tarildim. Ajoyib manzara, shunday emasmi?